35 minutda mahsulot yetkazmasa, dastavkasi tekin. Xullas, assalomu alaykum hammaga. Ismim Ahmad, International Schoolda administratsiyani boshqaraman va o'quvchilarni 20 minuttasini ingliz tiliga o'qitamiz. Yangi rubrika bugun bizda Fidap brendining asoschisi Umid Ergashev bilan intervyu bo'ladi. Event bo'lib o'tadi va event bo'lgani uchun qani rostdan ham Fidap nima fishkasi bor ekan? Shuni ko'rish maqsadi shu bir City'dagi, Toshkent City'dagi Fidap filialiga keldim, Shahriyor bilan gaplashib ko'rishga. Agar shunaqa rubrika yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Har gal event boshlanishdan oldin o'sha eventni keladigan insonni kompaniyasiga boramiz, top menejerlar bilan gaplashamiz. Chunki men ham top menejer, Shahriyor ham menejer. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Qani bitta ko'rsatingchi Fidap nimaga Fidap o'zi? Bu Shahriyor bizani shu Fidapni City'dagi boshqaruvchisi. Qani boshdan boshlaylik, sразу. Nima bu mana apparat? Bu kiosk mijozlar ko'p bo'lgan payti kelib, mashtan buyurtma berishsa bo'ladi. Ha, vaqt ketkazmaydi-da. Ha, vaqt ketkazishmaydi. Mana bu yerda tanlasa bo'ladi, hamma narsani tanlasa bo'ladi. Ha, zo'r. O'zingizlarning bitta reklama ham ketaveradi. O'zimizning reklama ham ketaveradi. Kelib ham sochi zakaz olishadimi? Yo'q, siz agar o'tirsangiz, shu yerda joyga o'tirsangiz, sizlarning bor, sizdan zakaz olishadi. Ha, zo'r. Xo'p, mana bu nima u? Mana. Ha, bizga qo'yib qo'yibsizlar-da, 35 minut yetkazib bera olmasak, bepul ekan. Rostdan ham shunaqa? Yetkazib berish bepul. 35 minut ichida agar yetkazib bera olmasak, tekin bo'ladi. Shahriyor menyuda yangi narsalar paydo bo'libdi. Nima u? Kruassanmi? Ha, kruassan bo'ladi. Ha. Ko'chada endi aniq narxini bilmayman. Preselimi Qimmat turadi-da, baribir. kruassanlar bizda mana 35 ming. Uni sifati unda past ekanda unda. Yo'q. Ha. Sifat bir xil. Birinchi tushirilgan. Ha, milliy cho'ponda. Milliy cho'ponda tushirilgan, shikoyatli. Qizlarniki ham bor ekan. Mango. Ha, qo'lida mango ushlab turibdi. Ha, qo'lida mango ushlab turibdi. Zo'r. Ham o'ylashgan. Nima deydilar? Bolalar, to'g'ri qilinglar, keyingi safar qaytaringlar deb aytishadi. Xo'p, o'zini Fidapda ishlaysiz. Nimasi yoqadi? Ha? Qulay vaqti bor. Qulay vaqti? Ha, studentlarga o'shaning uchun, ya'ni Fidapga ishga kirmoqchi bo'lganlar, bitta QR kodni skan qilsa bo'ladi. O'zingizga vaqtingizga qarab qilib berishadi. Zo'r. Rahmat. Fidapdamiz. Hozir nimani tushuntirasiz, Shahriyor? Bu o'zimizdan to'g'rimiz bo'ladi. Safiy tomonidan beriladigan. Mana Fidap Halolligi mana 100% bor. Aha. Buni salat bargi bo'ladi. Bular vakuumda keladi. Burger ichiga soladigan, ha? Burger kafening ichiga soladigan. Vakuumda keladi. Salat bargini uyganingizda bilsangiz qurtlar chiqadi. To'g'ri. Tozalab, qaynoq suvlarda yuvib, akkuratga qiladi. Sizga bunaqa ko'rinishda topshirishadi. Upakovkada keladi. Ha, vakuumda. Vashi, zo'r. Aha. Ya'ni sifat deganda, ana go'shtdan tashqari mana isbotlab bera olasizda, mana faktda. Fakt shu bo'ladi. Mabodo buni bo'ladigan bo'lsa, bizdan bemorlar ishonib ovqatlanishsa bo'ladi. Chunki halol sertifikati bor, mana bitta mana upakovkasi vakuumda keladi. Ha, uni ochilganda bittada ishlatib yuboriladi, uni ushlab o'tirmaydi ertasigacha. Ochilganda bittada ishlatib yuboriladi. Qanaqa bir rashidat qilasizlar, misol uchun, hozir bittasini ochsangiz, qancha burgerga yetadi hisob kitobini? Yo'q, hisob kitobi qilingan. Bu nimaga bunaqa qilinganki, food cost to'g'ri chiqishi uchun. Ha. Aslidkamizda food cost to'g'ri chiqishi. Ya'ni uvol bo'lmasin-da, baribir uvol qilsa ham bo'lmaydi. Uvol bo'lmasligi uchun. Ha, zo'r. Yana chizilani ham ochib ko'rsam. Zo'r. Hop, hozir aysberglarni ko'rdik. Endi bu yoqda nima? Bu yoqda chizilonimiz bizani. Rossiyadan keladi. Okey. Bundaqa upakovkada keladi chizilonimiz. Qanchada keladi Rossiyadan, misol uchun? Necha kunda keladi? Ana aytmoqchiman, baribir yo'lda probka bo'lib qolishi boshqasi. Vaqtida yetib keladi. Vaqtida yetib keladi. Firma o'shani hisobidan oladi, yo'l probka vaqtida. Qani har bittasini mana shunday o'ralgan, ha? Ha, har bittasini mana shunaqa vaqtida keladi. Zo'r. Upakovkada. Svejiy. Svejiy muzlatilgan holat. Nima O'zbekistonda qilmayapmiz-da, Rossiyada? Chunki sifat darajasi hozircha yuqoriroq. Zo'r. Yana nima fishkalar bor? Fishka ko'p, hozir ko'rsataman. Bo'ldi. Xo'p, Shahriyor aka, qarang, dizaynni ko'rdik. Mana bitta olmalarni taxlab qo'yibsizlar-da. Ne olma berasizlar? Olma mijozga yeb bo'lishganligidan keyin sochi olib, muhtirligini o'zligi bilan olib, bu yo'lga to'kishsa, olma olishadi. Ya'ni qarang, hozir men ovqatlarni bo'ldim. Ovqatlarni bo'lgandan keyin o'zi bir xil tashib ketishadi, shundoq. Men shuni stol olib qo'yib, men ichiga solsam, tozalikka hissa qo'shsam,
Bitta olmadan bonus. Bonus aka. Bu yoqda ham yozib qo'ygan tozalikka hissa qo'shing mevadan oling. Zo'r ekan bor. Qolganlarga ham fishka zo'r narsa ekan, ya'ni motivatsiya, tozalikka rioya qilgan, senga bonus olma. Zo'r. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, pastda izohda international va feed upni belgilanglar.